ikkinchi darsi nafas olish sistemasi haqida bo'ladi. Nafas olish nima? Nafas olish bu organizmda tashqi muhitdan kislorodni yutib, karbonat angidrid gazini chiqarib yuborishi nafas olish jarayoni hisoblanadi. Organizm uchun yutilgan kislorod oziq moddalarni parchalab, organizmning hayotiy jarayonlari uchun zarur bo'lgan energiyalarni hosil qilishdan iborat bo'ladi. Demak, nafas olishning ahamiyati bu moddalar almashinuvi dissimilyatsiyada ekan. Demak, nafas olish a'zolari. Demak, biz nafas olish a'zolarini ko'rib chiqamiz. Bular ikki qismga bo'linadi. Nafas olish a'zolarini o'zi bular burun, halqum, hiqildoq, kekirdak, bronxlar. Bular albatta bizda nafas yo'llari, o'pka va uning ichidagi o'pka alveolalari esa gazlar almashinuv organi hisoblanadi. Endi bizda nafas olish organlarida demak asosiy ikki qism havo yo'llari va gaz almashinuv organi ekan. Havo yo'llariga qaytaramiz. Demak, burun bo'shlig'i, halqum, hiqildoq, kekirdak, traxeya, bronxlar kirar ekan. Endi gazlar almashinuv organiga esa o'pka va o'pka ichidagi alveolalar kiradi. Bizda nafas olishda bundan tashqari yordamchi muskulli organlar bor. Ular tashqi qovurg'alar aro, ichki qovurg'alar aro bo'yin muskullari va diafragma muskuli hisoblanadi. Bundan tashqari qorin muskullari ham nafas olish jarayonida ahamiyatga ega hisoblanadi. Ular bo'lsa demak qo'shimcha a'zolar ekan. Ya'ni nafas harakatlarini hosil bo'lishidagi muskullar. Dastlab biz nafas yo'llarida burun bo'shlig'i haqida gaplashamiz. Burun bo'shlig'i suyak va tog'ay orqali ikki qismga, chap va o'ng qismlarga ajralgan. Bo'shliq devoridagi ilon yuzik yo'llari burun bo'shlig'ini yuzasini kengayishiga sabab bo'ladi. Burun bo'shlig'ining devori shilliq parda bilan qoplangan bo'lib, bu shilliq pardada quyidagi tuzilmalar bor. Albatta bular bezlar, tuklar, kapillyar qon tomirlari va nervlar hisoblanadi. Burun bo'shlig'ining shilliq pardasida joylashgan bezlar o'zidan shilimshiq modda ishlab chiqarib, burunni bo'shlig'ini doimo namlab, havoni ilitib turadi. Va bundan tashqari bezlar ishlab chiqarilgan shilimshiq moddasi mikroblarni o'ldiradi. Burun bo'shlig'idagi tuklar esa changni ushlab qoladi. Qon tomirlar, albatta kapillyar qon tomirlari burun bo'shlig'idagi tuzilmalarni barchasini oziqlantiradi. Nervlar, sezuvchi nervlar va ularning uchi, ya'ni retseptorlar burun bo'shlig'ida hid bilish vazifasini bajaradi. Bu albatta burun bo'shlig'ining yuqori sohasi, dimoq sohasida joylashgan bo'lib, bu joyda hid biluvchi tubchalar joylashgan bo'ladi. Halqum va hiqildoq joylashuvi 4 va 6 bo'yin umurtqalar ro'parasiga to'g'ri keladi. Albatta halqum havo o'tkazish vazifasini bajaradi. Hiqildoq esa bir vaqtning o'zida ham havo o'tkazish, ham ovoz apparati vazifasini bajaradi. Ya'ni bu hiqildoqdagi ovoz paylari bilan bog'liq hisoblanadi. Halqum va hiqildoqning devorlari tog'ay va muskullardan iborat. Ichki qavati esa hiqildoqda shilimshiq pardadan iborat bo'ladi. Havo burundan, demak, halqumga, halqumdan esa hiqildoqqa o'tadi. Bizda yutinish vaqtida hiqildoqning yo'li hiqildoq usti tog'ay orqali bekitiladi. Ya'ni biz ovqatlanganda nima sababdan og'iz bo'shlig'idagi luqma hiqildoq tarafga, ya'ni halqum hiqildoq tarafga o'tib ketmaydi desak, bu hiqildoq usti tog'ay orqali bo'ladi. Ya'ni yutinish vaqtida bu muskullarning bo'shashi hisobiga hiqildoq usti tog'ayi hiqildoqning ustki qismini yopib qo'yadi va natijada og'iz bo'shlig'idagi luqma keyingi qismga, ya'ni qizil o'ngach, hiqildoq traxeyaning orqa qismidagi qizil o'ngachga o'tib ketadi. Endi bizda ovoz paylar.
Ovoz paylari ovoz apparatini hosil qiladi. Demak, ovoz apparati ikki qismdan, ovoz paylari va ovoz teshigidan iborat ekan. Bu albatta hiqildoqning o'zida joylashgan. Hiqildoqning ichki devorlarida tog'aylar o'rtasida ovoz paylari joylashgan bo'lib, bu paylar orasida esa ovoz teshigi bo'ladi. Dastlab ovozga ta'rif beramiz. Ovoz bu o'pkadan chiqayotgan havoning turli xil to'siqlarga va ovoz paylariga urilishi natijasida hosil bo'ladigan tovush hisoblanadi. Bu demak ovoz teshigi. Bu bo'lsa ovoz paylari hisoblanadi. Ovoz paylari uch xil holatda bo'lishi mumkin. Gapirmaganda uchburchak shaklida ochiq bo'ladi. Gapirganda esa yopiq holatda bo'ladi. Ashula aytganda yoki gapirayotganda ovoz paylari yopiladi. Pichirlab gapirayotganda esa, ya'ni asta-sekin gapirayotganda yarim ochiq holatda bo'lar ekan. Endi ovoz balandligi va ovozning jarangdorligi, ya'ni tembr haqida gaplashamiz. Ovoz balandligi bu albatta ovozning kuchi hisoblanadi. Tembr bo'lsa, bu ovozning jarangdorligi. Bu ikkalasi ham ovoz paylari bilan bog'liq hisoblanadi. Ovoz paylari kalta bo'lsa, ovoz tembri baland. Ovozning balandligi esa nozik va ingichka bo'ladi. Aksincha, ovoz paylar uzun bo'lsa, ovoz tembri past va ovoz bo'lsa yo'g'on, ya'ni balandligi o'ta yo'g'on bo'ladi. Bu albatta erkaklarda. Yosh bolalarda va ayollarda ovoz paylari kalta bo'ladi. Ovoz paylari balog'at yoshida o'g'il bolalarda juda tez o'sadi. Va natijada esa balog'at yoshidagi o'g'il bolalarda ovoz demak do'rillab qoladi. Endi ovoz paylari sekundiga 80-10 ming marta tebranishi mumkin. Ya'ni chastota hosil qiladi. Endi ovoz qayerda? Ma'noli nutqqa aylanadi. Bu demak lab, til, pastki jag holatining o'zgarishi natijasida ovoz quyidagi bo'shliqlarda, og'iz bo'shlig'i, hiqildoq va burun bo'shlig'ida ma'noli nutqqa aylanadi. Ko'p chekadigan va ichadigan odamlarda ovoz paylari shikastlanganligi sababli ovozi bo'g'iq bo'ladi. Bizda endi hiqildoqning davomiy qismi traxeya haqida gaplashamiz. Traxeya bu yana bir nomi kekirdaklar hisoblanadi. Hiqildoqning davomi bo'lib, u old va orqa devorga farqlanadi. Hiqildoqning old devori 16-20 ta yarim halqa tog'aydan iborat bo'ladi. Orqa devori esa yumshoq to'qima, ya'ni traxeya muskuldan iborat bo'ladi. Traxeya muskuli, ya'ni hiqildoqning orqa tarafida qizilongacha yopishgan bo'ladi. Qachon yutinish harakati bo'lsa, traxeya muskulining qisqarish hisobiga qizilongachda luqmaning o'tishiga yengillik paydo bo'ladi. Ya'ni yumshoq to'qima yutinish vaqtida qizilongachdan ovqat o'tishiga xalal bermaydi. Endi traxeyaning ikkiga ajralishi orqali hosil bo'ladigan bronx va bronxiolalar. Kekirdakning ikkiga bo'linishi orqali bronxlar hosil bo'ladi. Bronxlarning o'pkaga kirib borishi va ularning yanada tarmoqlanishi esa bronxiolalarni hosil qiladi. Bronxiolalar uchi esa alveolalarni hosil qiladi. Bu bronxiolalar hisoblanib, ular uchida esa alveolalar to'plami bo'ladi. Alveolalar bu o'pkaning ichidagi mayda shariklar hisoblanadi. O'pka nafas olish sistemasining asosiy gazlar almashinuv organi va u ikki qavat plevra pardasi bilan qoplangan hisoblanadi. Ya'ni bu tashqi plevra va ichki plevra. Tashqi plevra o'pkani ko'krak qafasidan ajratib turadi. Ya'ni tashqi plevra
ko'krak qafasini ichki yuzasini qoplagan bo'ladi. O'pkani tashqi yuzasini esa ichki plevra qoplab olgan bo'ladi. O'pkadagi gazlar almashinuvi xossasi bu o'pkadagi struktur va funksional birligi alveolalar bilan bog'liq. Alveolalar bir qavat epiteliy bilan qoplangan bo'lib, devorning tashqi qavatiga bir qavatdan iborat bo'lgan qon tomir, kapillyar qon tomirlari mavjud bo'ladi. Ya'ni alveolalarni tashqi tarafdan kapillyar qon tomirlari qoplab oladi. Ikkala o'pkada naqd 750 million alveolalar bo'ladi va biz barcha alveolalarni umumiy bir-biriga qo'shib, ularning yuzasini hisoblasak, 100 metr kvadratga yetadi. Alveolalar bilan kapillyar qon tomirlari o'rtasida gazlar almashinuvi diffuziya usuli orqali sodir bo'ladi. Diffuziya bu singish, tarqalish ma'nosini anglatadi. Demak, bir molekula yoki atom, ion yoki kolloid zarrachalarni bir muhitdan ikkinchi muhitiga konsentratsiyasi orqali singishi yoki tarqalishi bu diffuziya hisoblanadi. Diffuziya jarayonida moddalarning harakatlanishida konsentratsiya bilan bog'liq bo'ladi. Agar qaysi muhitda modda konsentratsiyasi yuqori bo'lsa, modda konsentratsiyasi past bo'lgan muhitiga o'z-o'zidan o'tadi. Masalan, biz olgan nafas havosi ichida kislorod konsentratsiyasi yuqori. Bu bo'lsa, o'pka alveolasi ichidagi kislorodni o'pka arteriyasining tarmoqlanishi orqali hosil bo'lgan kapillyarlardagi qonga qaraganda kislorod konsentratsiyasi yuqori bo'lganligi uchun alveolada bu joydan u kapillyar ichiga o'tadi. Teskari, alveola ichidagi karbonat angidridga qaraganda o'pka arteriyasining tarmoqlanishi orqali hosil bo'lgan kapillyarlardagi karbonat angidrid gazining konsentratsiyasi yuqori bo'lganligi uchun u kapillyardan alveolaga o'tadi. Natijada bizda birinchi diffuziya sodir bo'ladi. Diffuziya 3 ta marta sodir bo'ladi nafas olish jarayonida. Bular dastlab havo yo'li bilan alveola o'rtasida, ya'ni nafas olish yo'llari bilan alveolalar o'rtasida birinchi diffuziya sodir bo'ladi. Ikkinchi diffuziya esa alveola bilan qon tomirlar o'rtasida sodir bo'ladi. Uchinchi diffuziya demak qon tomirlar bilan to'qima hujayralar o'rtasida sodir bo'ladi. Demak, birinchi diffuziya havo yo'li va alveola o'rtasida bo'lar ekan. Ikkinchi diffuziya esa alveola va kapillyar o'rtasida bo'lar ekan. Uchinchi diffuziya to'qima organlarga borgan kislorodli arterial qon tomirining tomirlanishi hisobiga hosil bo'lgan kapillyarlar va to'qima organlar o'rtasida uchinchi diffuziya sodir bo'ladi. Nafas harakatlari ikkiga bo'linadi. Bu albatta nafas olish va nafas chiqarish harakatlari hisoblanadi. Nafas olishda tashqi qovurg'alar aro muskullar va diafragma muskuli qisqarishi hisobiga amalga oshadi. Bu joyda tashqi qovurg'alar aro muskullar qisqarib qovurg'ani ko'tarishadi. Diafragma muskuli qisqarib esa diafragma qorin bo'shlig'i tarafiga harakatlanadi. Ya'ni suriladi. Nafas olish harakatida tashqi qovurg'alar aro bo'yin muskullari va diafragma muskullar qisqargan holatga o'tadi. Ichki qovurg'alar aro va qorin muskullari esa bo'shashgan holatga o'tadi. Natijada nafas olish harakati hosil bo'ladi. Nafas olish vaqtida ko'krak qafasidagi bosim atmosfera bosimidan, ya'ni 760 mm simob ustidan past bo'lganligi uchun atmosfera havosi o'pka ichiga kiradi. Ikkinchi, nafas chiqarish. Yuqorida qisqargan muskullar endi bo'shashadi. Yuqorida bo'shashgan muskullar esa
endi qisqargan holatga o'tadi. Demak, ichki quvurlar aro va qorin muskullari qisqaradi. Ichki quvurlar aro muskullarning qisqarishi qovurg'alarni tushirishadi. Qorin muskullarining qisqarishi esa albatta qorin bo'shlig'idagi organlarni yuqoriga ko'tarib, diafragmani bo'shashiga olib keladi. Natijada diafragma o'pkani pastki tarafdan, qovurg'alar esa o'pkani yon tarafdan qisadi. Va o'pkada bosim atmosfera bosimiga qaraganda ortganligi uchun o'pka ichidagi havo atmosferaga chiqib ketadi. Bu nafas chiqarish vaqtidagi holat edi. Demak, nafas olish harakatida tashqi quvurlar aro muskullar va diafragma muskuli qisqaradi va bo'yin muskullari qisqaradi. Nafas chiqarishda esa aksincha ichki quvurlar aro qorin muskullari qisqaradi. Diafragma muskuli esa va tashqi quvurlar aro va bo'yin muskullari bo'shashgan holatga o'tadi. Bu nafas chiqarish harakatlaridagi muskullarning harakatlanishi edi. Endi biz o'pkaning tiriklik sig'imi haqida gaplashamiz. O'pkaning tiriklik sig'imi bu o'pkaga qancha miqdorda havo sig'ishini anglatadi. Biz o'pkaning tiriklik sig'imini spirometr asbobi yordamida o'lchaymiz. Va normal o'rtacha odamda o'pkaning tiriklik sig'imi 3,5 litr, 3500 ml ga teng hisoblanadi. Sportchilardagi tiriklik sig'imi 7500 ml ga teng bo'lishi mumkin. O'pkaning tiriklik sig'imi tug'ilgandan voyaga yetguncha 45 marotaba ortadi. Endi tinch holatda nafas olganda yoki chiqargan vaqtidagi havo bu nafas havosi hisoblanib, u 500 ml hisoblanadi. Endi dastlab tinch holatda nafas oldik va yana chuqur nafas olsak, bu chuqur nafas havosi, ya'ni qo'shimcha havo hisoblanadi va u 1500 ml ga teng. Endi nafas havosi va chuqur nafas havosini chiqarib tashlaymiz. Bundan keyin ham o'pkada havo qoladi. Bu bo'lsa, chuqur nafas chiqarish vaqtida o'pkadan chiqib ketadigan havo bu zaxiradagi havo hisoblanadi, ya'ni rezerv havo. Va u ham 1500 ml ga teng. Endi o'pkadagi alveolalarni bo'shab qolmasligiga olib keluvchi o'pkadan, tirik odam o'pkasidan chiqmaydigan havo bu albatta o'lik havo, ya'ni qoldiq havo hisoblanadi. Va u 1200 ml ga teng. Lekin u o'pkadan umuman chiqib ketmaganligi uchun qoldiq o'lik havo, ya'ni qoldiq havo o'pkaning tiriklik sig'imini hosil qilmaydi. Odam tinch holatda suvga tushganda mana shu qoldiq o'lik havo hisobiga suvda cho'kib ketmaydi. Yuqoridagi 3 ta havoni qo'shamiz. 500 ml, 1500, 1500 ml. Barchasini qo'shib olsak, shu joydagi 3 tasini bizda 3500 ml, 3,5 ml o'pkaning tiriklik sig'imi hosil bo'ladi. Demak, qoldiq o'lik havo o'pkaning tiriklik sig'imini hosil qilmas ekan. O'pkaning ventilyatsiyasi. O'pkaning ventilyatsiyasi bu 1 minutda o'pkadan o'tgan havo hajmi hisoblanadi. Tinch holatda 1 minutda odam 16-18 marta nafas oladi. Har nafas olganda esa tinch holatda 500 ml havo qabul qildi, ya'ni nafas havosini qabul qildi desak, demak o'pkaning ventilyatsiyasi quyidagicha bo'ladi. 1 minutda o'pkadan o'tgan havo nafaslar soniga, ya'ni 16 ta olgan bo'lsa nafasda 500 ml ga ko'paytiramiz. Natijada 8000 ml yoki 8 litr o'pkaning ventilyatsiyasi minutlik, demak olgan havosi chiqadi.
yoki 18 marta nafas olgan deya hisoblasak, 500 ml ga ko'paytirib 9000 ml, ya'ni 9 litr havo o'tgan bo'lishi mumkin. Demak, tinch holatda o'tkadan 8-9 litr havo o'tar ekan. Endi havo tarkibi. Havo bilamizki, bu gazlar aralashmasi hisoblanadi. Nafas bilan qabul qilinganda va chiqarilgandagi gaz tarkibi albatta o'zgaradi. Demak, qabul qilingan havo tarkibida, ya'ni nafas olganimizda atmosfera havosi tarkibida gazlar quyidagicha nisbatda: kislorod 20,94, karbonat angidrid 0,03%, azot esa 79,3% ni tashkil qiladi. Chiqarib yuborilgan havoda esa, demak, chiqarilgan havo tarkibi kislorod kamayadi 16,3%, karbonat angidrid demak oshadi 4%, azot ham birmuncha oshadi. Bu albatta organizmdagi oqsil va aminokislota, azotli organik birikmalarning parchalanishi hisobiga bo'ladi. Natijada unda ham sezilarli o'zgarish paydo bo'ladi. 79,7% azot chiqib ketadi. Endi qachon chaqmoq chokkanda, suvda chokkanda, is gazi bilan zaharlanganda, elektr toki urganda odamga sun'iy nafas beriladi. Ya'ni birinchi tibbiy yordam sun'iy nafas beriladi. Va sun'iy nafas ikki xil. Ya'ni og'izdan og'izga va og'izdan burunga bo'lishi mumkin. 1 minutda 16 marta sun'iy nafas berish harakati takrorlanadi. Bemorning ko'z qorachig'ini to'rayishi, yuziga qizil yugurishi va qon tomirlarida qon aylanishini tiklanishi bu nafas olayotganligini bildiradi. Shunda esa sun'iy nafas berish to'xtatiladi. Endi nafas olishning boshqarilishi. Ma'lumki, barcha organlar nerv va gumoral yo'l bilan boshqariladi. Nafas olish esa nerv markazi bu 2 ga. Albatta biz bilan bog'liq bo'lgan ixtiyoriy nafas olish bu bosh miya yarimsharlari bilan bog'liq bo'ladi. Ixtiyorsiz nafas olish esa, demak, bosh miyaning quyi qismi uzunchoq miya bilan bog'liq bo'ladi. Demak, ixtiyoriy markaz nafas olishning boshqarilishida bosh miya yarimsharlari, ixtiyorsiz, shartsiz markaz esa bu uzunchoq miya hisoblanadi. Tinch holatda har 2-3 sekunddan uzunchoq miya nafas harakatlarini olib keluvchi tashqi qovurg'alar aro, ichki qovurg'alar aro va diafragma, bo'yin muskullari va qorin muskullariga to'xtovsiz 2-3 sekunddan impuls yuborib turadi. Natijada esa bizda 1 minutda 16-18 marta nafas olish soni hosil bo'ladi. Yo'talish, aksavurish bular uzunchoq miya orqali nafas yo'llarini himoyasi uchun hosil qilingan himoya reflekslari hisoblanadi. Va bunda havo nafas yo'llari orqali o'ta kuchli bosim bilan chiqib ketadi. Va shu bilan nafas yo'llaridagi chang yoki yot narsa yo'talish va aksavurish orqali tashqariga chiqib ketar ekan. Nafas yo'llarida yot jism bo'lsa, nafas yo'llari, ya'ni havo yo'llaridagi retseptorlarda qo'zg'alish hosil bo'ladi va bu qo'zg'alishlar esa uzunchoq miyaga borib, himoya refleksi, yo'talish yoki aksavurishni hosil qiladi. Nafas olishning gumoral boshqarilishi. Nafas olishning gumoral boshqarilishi bu karbonat angidrid miqdori bilan bog'liq. Organizmda karbonat angidrid miqdori ortib ketsa, dastlab uyqu arteriyasidagi retseptorlarda karbonat angidridga ta'sirchan bo'lgan retseptorlarda qo'zg'alish paydo bo'ladi. Hosil bo'lgan uyqu arteriyasidagi retseptordagi qo'zg'alishlar
nerv markazi orqali uzunchoq miyaga boradi. Natijada bizda karbonat angidrid miqdori nafas olishning gumoral boshqaruvida ahamiyatga ega bo'ladi. Uzunchoq miyadagi to'xtovsiz impulslarning yana qayta hosil bo'lishi yoki impulslarning hosil bo'lishining kuchayishi nafas olishni kuchayishiga sabab bo'ladi. Yoki uzunchoq miya umuman avtomatik markaz ishlamayotgan bo'lsa, sun'iy nafas berishda biz og'iz orqali bergan chiqayotgan havodagi karbonat angidrid konsentratsiyasi uyqu arteriyadagi retseptorlarda qo'zg'alish hosil qilib uzunchoq miyaga yetib boradi va natijada uzunchoq miyaning ishi qayta tiklanadi. Bizda kasalliklar rinit bu burunning shilliq qavatini yallig'lanishi hisoblanadi. Bunda bemorning burnidan nafas olishi qiyinlashadi. Gripp bu viruslar orqali yuquvchi tomchili infeksiyali kasallik. Belgilar harorat ko'tarilishi va muskullardagi bo'shashish, og'riqlar hisoblanadi. O'pka sili bu o'pka to'qimalarining bakteriyalar tomonidan zararlanishi hisoblanadi. Bunda limfa tugullari og'riqsiz yiriklashadi. Sil asosan demak nam va salqin joyda sil bakteriyalar, ya'ni tayoqchasimon bakteriyalar yaxshi rivojlanadi. O'pka sili bilan kasallangan odamning yo'talgandagi balg'ami sil tayoqchalarini tarqalishiga sabab bo'ladi. Shu bilan darsimiz o'zining nihoyasiga yetdi.